Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Yana bir marta bugun sizlar bilan shu reading part 1 ni analiz qilib chiqamiz. Okay? Ko'p bor imtihonda tushgan bu Amazing World of Marine Life. Juda ham qiziqarli tekst. Menimcha reading part 1 bo'yicha hamada yetarlicha ma'lumot bo'lsa kerak. No, masalan, bilmaydiganlar uchun alohida yozib o'tib ketamiz, okay? Qarab turibman. Ekran yaxshi emas deyishyapti. Boshqalarda yaxshi-ku. Okay. Yaxshi ekan, internetingiz o'zingiz tekshirib olasiz shekilli. Yaqinda YouTube ham kanal tashkillaymiz. O'zi hozir YouTube da kanalim bor, no alohida, okay? Telegramda muammosi bolalar uchun yaqinda tashkillayman bitta kanal. Okay. Let's move. Endi qaranglar, reading part 1 da nima beriladi bizga? You will be given text about a topic deb. Masalan, biror bir mavzu to'g'risida sizga topic beriladi. Ya'ni text deb qo'ysak ham bo'laveradi aslida. Topic beriladi. Keyin masalan bu topic nima haqida? Amazing World of Marine Life. Ya'ni marine life degani o'sha dengiz hayoti haqida. Okay? Dengiz hayoti haqida topic ekan. Masalan, boshqa narsa to'g'risida biron bir buyuk shaxs to'g'risida ham tekst kelib qolishi mumkin va hokazo, bilib bo'lmaydi. Keyin you should fill the gaps. Deyapman. Siz bo'shliqlarni to'ldirishingiz kerak. Shu bo'shliqlarni gaps deb qo'yasiz. Okay? Shularni biron bir so'z bilan yozib to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Endi misol uchun shu yerda aytib o'tib ketyapman. You can only put one word. Doim siz bitta so'z qo'ya olasiz. Bitta so'zdan ortiq so'z qo'ya olmaysiz, chunki men aytib yozib qo'ygan mana fill in each gap with one word. Bitta so'z bilan to'ldirasiz. Masalan, допустим, aytaylik, siz bitta so'zni yozdingizmi, o'sha javobingiz to'g'ri deylik. Yana bitta so'zni yozib qo'ysangiz, o'sha to'g'ri javobingiz ham xatoga chiqib ketadi. Doim bitta so'z yozishimiz kerak bo'ladi. Okay? I mean, everything is going well. Yeah? Shuni pasab qo'shib ketdim. Keyin yana nima qilishimiz kerak? Keyin in real exam deyapman. In real exam. You have to find the answers from above the text. Okay? Text tepasidan topishimiz kerak bo'ladi javoblarni haqiqiy imtihonda. Bu gapim bilan nima demoqchiman, tushuntirib beraman. Masalan, birni javobi, shu yerdagi birni javobi shu o'zini tepasidan chiqadi. Okay? Ikkini javobi ham o'zini tepasidan chiqadi. 6ni javobi ham o'zini tepasidan chiqadi. Masalan, birni javobi o'zidan keyin chiqmaydi, o'zidan oldin chiqadi birni javobi. Okay? Keyin bu yerga bir so'z to'ldiramiz deyapman, o'sha so'zlarni mana shu tekst ichidan olasiz, bironta bir mos so'zlarni. Okay? Tekst ichidagi so'zlardan birontasini olib qo'yasiz. Lekin o'sha tekst ichidagi so'zingiz undan oldin chiqadi. Okay? Masalan, bir javobini men pastdan topa olmayman-da, tepadan topaman. Ikkinchi javobini ham pastdan topaman, tepadan topaman. Nimada? In real exam. Masalan, ko'pchilik aytadi, pastdan ham javob chiqadi-yu deydi. U gap ham to'g'ri, xato emas. Lekin u mana shu kitoblarda bo'ladi. Okay? Bu kitobni hamma bilsa kerak. Multi level master reading listening ham bor, to'g'rimi? Shunaqa mock kitoblarda yoki da bo'lmasam achieverlarda, xullas, любой multi levelga tayyorgarlik ko'rayotgan kitobingiz bo'lsa, hammasini javobi pastdan chiqishi mumkin. Okay? I mean, it's more difficult than masalan 13 exercise'da qarang, mana Thanksgiving deyaptimi? Masalan, shu birni javobi o'zidan pastga chiqib qolishi mumkin. Ikkinchi javobi ham o'zidan pastga chiqib qolishi mumkin. Lekin 5chi javobi tepadan chiqib qolishi mumkin. Har xil. Pastdan ham chiqadi, tepadan ham chiqadi, o'rtadan ham chiqadi. Nimada? Mock books. Mock kitoblardagina chiqadi, okay? Lekin haqiqiy imtihonda kalla qo'ymaslik uchun javoblarni tepadan qidirishimiz kerak. Lekin tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lsak, pastdan ham chiqib qoladi. Bu sal qiyinroq o'xshaydi, to'g'rimi? Shunaqa. I mean, everything is going well. So, qaraymiz. Tepadan topamiz dedim javoblarni. Keyin ba'zi bir strukturalar bor. Nima qilishimiz kerak o'zi? Qanday qilib javob topishimiz kerak? Structures deb qo'yapman. Structures. Okay? Structures.
qanday qilib biz javoblarni topamiz? Biz javoblar topishimiz uchun birinchi bo'lib qarang, ba'zi bir object deb qo'yaman, mana javob sifatida ola olmaydigan so'zlarimiz bor. Okay? Ular qaysi-qaysilar? Masalan, aytaylik, birinchisi javob sifatida ola olmaymiz biz nimalarni? Doim aytaman, determiners javob bo'lib kelmaydi hech qachon. Endi bu hamma bilgan these yoki bo'lmasam this bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Yoki bo'lmasam those yoki that. Shularni biz javob sifatida ola olmaymiz, chunki bular bitta aniq so'z emasda. We have to take a certain word. Okay? Bitta aniq so'z olishimiz kerak, lekin bular aniq emas, bular yordamchilar. Okay? Shuna deb tushunib olaylik. Keyin yana aytib qo'yapman, ko'pchilik shuni ham javob sifatida topadi. Pronouns. Bu pronouns degan nima? Olmoshlar. Masalan, he, she, it yoki bo'lmasam aytaylik they, we. Shularga ham javob sifatida topadilar bor. Okay? Bular ham javob bo'lib kelmaydi hech qachon. Pronouns. Bularni ham ola olmaymiz hech qachon. Pronouns. Keyin yana nima qolyapti? Aytaylik articles. Shu hamma bilgan yoki bo'lmasam n. Bular ham javob sifatida kelmaydi. Okay? Bularni ham javob sifatida ola olmaymiz. Pastga hozir yozib qo'yaman. Shu yerda aytib qo'yapman, mana we have to take a certain word. Aniq bitta so'z olishimiz kerak. Okay? Aniq bitta so'z olishimiz kerak. Pronounlar, article'lar, determiners ular hech qachon javob bo'lib kelmaydi. Okay? Shuni yashiga sariq qilib qo'yapman, esdan chiqmasligi uchun. No, shu keyin tepadan chiqadi deb javobda aytdim. Endi let's do this exercise. Kelar shuni ishlab ko'ramiz. Real exam formatda bu javoblar tepadan chiqadi. Okay? So, let's start then. Can I draw? Yeah. Birinchi, doim qiladigan ishingiz nima? Shu yerda aytib qo'yapman, doim qiladigan ishingiz nima bo'lishi kerak? What's happening with my laptop? Read the title. Title degani shu, mana shuni o'qib olinglar birinchi. Chunki nimani o'qishingizni aytib beradi bu, okay? Marine life deyaptimi? Demak, text dengiz hayoti haqida bo'ladi. Okay? Title o'qib olsanglar, title deydimi o'zbekchasiga? Shuni o'qib olsanglar, text nima haqidaligini biroz bo'lsa ham tushunib olasizlar. Okay? Let's start. Okay. Amazing world of marine life. O'sha ajoyib dunyoning ajoyib dengiz hayoti. Okay? Endi qarang. Shu yerda nima deyapti? Marine life is the amazing world of animals that live in our oceans. O'sha dengiz hayoti deyapti. Okeanda yashovchi hayvonlarning ajoyib dunyosidir deyapti. Uje tushundik, dengiz hayoti okeanda yashovchi hayvonlarning ajoyib dunyosidir deyapti. There are many different types of something animals from tiny plankton to gigantic whales. And each one is unique and important to our planet. Nima deyapti? There are deyapti, ko'pgina turli xil hayvonlar bor, to'g'rimi? From tiny plankton, o'sha planktonlar, katta planktonlardan tortib gigant kitlargacha deyapti. And each one is unique and important to our planet. Endi har bittasi bizni dunyo planetamiz uchun yagonadir va muhimdir deyapti. Unique degani yagona degani, okay? Endi shu yerga men endi javob olishim kerak bo'ladi. Okay? Qanaqa javob? Masalan, bu yerda types of deyapti. Keyin bu yerda kelayotgan so'z nima? Animals. Animals bu o'zi noun, plural noun, to'g'rimi? Bizda ko'pincha noundan keyin nima keladi? Adjective, sifat keladi. Bironta bir sifatni olishimiz kerak. Okay? Bironta bir sifat so'z olishimiz kerak, qaytadan tepadan topishimiz kerak. Bu yerda menda sifatlar bormi? Masalan, aytaylik, shularni o'chirib turaydi.
Mana sifatlarni o'zini qoldiraman. Okay? Sifatni o'zini qoldiraman. Nima bo'ldi? Qarang. Bizda bu yerda bor ekan, sifat nima? Bitta marine bor. Amazing bor, to'g'rimi? Keyin different bor. Har xil degani, to'g'rimi? Qanday har xil, qanday dengiz, nima, qanday dengiz hayoti masalan amazing bor, to'g'rimi? Keyin bizga bitta javob kerak, sifat. Masalan, aytaylik, men shu yerga different javob sifatini ola olmayman. Chunki different, masalan, different types of different animals emas-ku, ma'no jihatdan tushmaydi bu. Different o'chirib oling. Keyin amazing bor, o'zi different types of amazing animals desangiz bo'lmaydi. O'zi different types of ham amazingga to'g'rilab olsangiz bo'laveradi o'zi. Turli xil. Har xil turdagi deyapti. Keyin amazing ham bu yerda javob bo'lib tushmaydi. O'zidan o'zi qaysi? Marine tushadi. Chunki qarang, men aytayapti-ku, from tiny plankton to gigantic whales. O'sha katta planktonlardan tortib gigant kitlargacha deyapti. Masalan, kit ham o'sha dengizda yashaydi. Keyin nima? Okeanda yashaydi. Planktonlar ham okeanda yashashadi. To'g'rimi? Keyin ular nima hayvoni? Dengiz hayvoni hisoblanadi. Shuning uchun men bu yerga birinchi javob sifatida marine deb yozib qo'ysam bo'laveradi. Okay? Marine. My god, mishkam yo'liga qiynalyapman-da. Hozir shuni pastdan yozib ketaveraman javobini, ko'rib ketaveramiz, okay? Xullas, birinchisining javobi nima bo'ldi? Bizda marine javob bo'lyapti. Okay, birinchisining javobi marine bo'ldi. Okay, endi ikkinchi javobi nima bo'ladi? Bir javobi marine bo'ldi. Keyin ikkinchisi xullas, uni har biri muhim deyapti planetamizga. Keyin har biri yagonadir deyapti. Some of the most fascinating creatures in the oceans are fish. Masalan, yana ham g'aroyib hayvonlardan biri okeanda yashovchi. Bu nima? Baliq deyapti. Something come in all shapes and sizes. O'sha bir narsa kela oladigan har xil shakllarda va razmerlarda deyapti. And they can live in every type of environment from coral reefs to the dark depths of the ocean. Ular keyin yashollaydi ekan qanaqadir environmentda. Keyin coral reefs degani o'sha marjon qoyalar deganimi? Marjon qoyalaridan tortib dark depths of the ocean degani o'sha okeanda tubigacha bo'lgan joylarda yashar ekan. Okay? Keyin ikkinchi javob nima bo'ladi? Masalan, bu yerda aytdi, yana bir ajoyib hayvon fish dedi, baliq dedi. Keyin bir narsa kela oladigan come in all shapes and sizes. Bu yerda ko'ryapsizlar, qanaqa fe'l? Masalan, bundan oldin yoziladigan noun menga plural bo'lishi kerak. Okay? Plural noun kerak bo'ladi menga. Endi masalan, plural noun kerak bo'ladi. Endi masalan, bu yerda baliq ekan hayvoni, keyin shu yerga men fish deb yozib qo'ysam bo'laveradi javob sifatida. Okay? Fish javob sifatida oson bo'laveradi. Chunki nimaga? Birinchi o'sha baliq haqida ma'lumot berib ketdi, boshladi. Yana bir hayvonlardan turi bu baliq bor dedi. Keyin baliq kela oladi har bitta shaklda va razmerda. Shuna deb yozib o'tib ketsam bo'laveradi. Fish tushadi bu yerga javob. Okay? Masalan, whales javob sifatida ola olmayman men. Planktonlarni ola olmayman. Okay? Whales ola olmayman chunki bu tushmaydi. Fish tushadi. Chunki men aytayapti-ku mana, yana bir ajoyib hayvonlardan biri bu baliq dedi. Boshladi gapni, keyin gapni davom ettiryapti. Baliq kela oladi har qanday shakllarda va razmerlarda. Keyin they can live in every type of. Bu yerga nima olamiz masalan? Environment bu yerda ot bo'lyapti, otdan oldin sifat. Okay? Masalan, qaraymiz, sifatlarda bizda nimalar qoldi? Marine bo'ldik, buni chiqarib yubordim. Amazing bilan different qolyapti. Masalan, in every type of amazing environment bo'lmaydi. Masalan, hayratlanarli, ajoyib environment bo'lmaydi. Har xil environment bo'ladi. Different men javob sifatida olsam tushaveradi. Okay? Ikkinchi javobini yozib qo'yapman. Ikkinchi javobi nima? Fish bo'ldi. Keyin uchinchi javob nima bo'ldi? Different javob bo'lyapti. Chunki masalan, u har xil turdagi anaqalarda yashollaydi, environment, muhitda yashollaydi deb aytib o'tkazsam bo'laveradi. Okay? Masalan, amazing tushmaydi. Amazing bu yerda ma'no jihatdan tushmaydi. Different bo'lyapti. Okay? Endi let's continue. Another type of marine life that is crucial to our planet is coral. Yana bir turdagi
dengiz hayotiga doir muhim bo'lgan narsa nima? Coral. Menimcha coral shu marjon bo'lsa kerak. Marjon ham muhim ekan dengiz hayotida. Okay? Crucial ham zo'r so'z, muhim degani. Buni writingda ishlatib bo'lardi shu so'zni ham. Masalan, studying plays a crucial role in our life deb, o'qish biz hayotimizda muhim o'rin egallaydi deb. Okay, muhim rol o'ynaydi. Xullas, coral ham muhim deyapti. Marine life-ga keyin something is actually made up of tiny animals that live together in colonies and they create beautiful reefs, provide a home for many other creatures. Okay, buni tushundik. Keyin nima deyapti? Bir narsa yasalgan ekan. O'sha katta hayvonlardan that live together in colonies, koloniyalarda birga yashaydigan hayvonlardan keyin ular birgalikda yashab nima hosil qiladi? Chiroyli o'sha qoyalarni hosil qilar ekan, boshqa hayvonlar uchun ular ham uy bo'lib berar ekan. Endi masalan shu yerda men olishim mumkin nimani? Tepada ko'rdik-ku masalan. Yana bir ajoyib hayvon turlaridan biri dengiz okeanga oid bu baliq dedik. Keyin baliqni keyin davom ettirib ketdi. Bu yerda ham xuddi shuni qo'lyapti. Bu yerda ham aytyapti coral muhim, yana bitta narsa deyapti. Keyin mana shu yerga men coral deb yozib qo'ysam bo'laveradi to'rtta javobni. Okay? Coral is the correct response. Coral. Chunki nimaga coral bo'lyapti? Qarang, bu yerda ozgina gap ochib qo'ydi coral haqida, keyin o'sha coralni kengaytirib aytib beryapti. Coral yasalgan ekan har xil hayvonlar yig'ilishidan koloniyada yashovchi, keyin ular ham boshqa hayvonlar uchun reef provide qiladi, to'g'rimi? Ta'minlab beradi. Coral. Keyin qolgani. Sadly, these something are in danger due to pollution and climate change. So it's important that we do our part to protect them. Endi nima deyapti? Afsuski bu narsalar xavf ostida ekan. Nimaga sabab? Due to pollution, ifloslanishga sabab va o'sha iqlim o'zgarishiga sabab. Shuning uchun ham biz ularni himoya qilishimiz kerak deb aytyapti. Masalan, nimalar danger, ya'ni o'sha xavfda bo'lishi mumkin. Masalan, aytaylik, shu yerda chalg'itgan hammani. Masalan, ko'pchilik olib qo'ygan oceans javob sifatida olib qo'ygan shu yerga. Oceans bo'ladi javob degan. Yo'q, oceans tushmaydi bu yerga. Masalan, oceans ma'no jihatdan tushmaydi. Qarang, metni o'qib kelaylik-da. Coral dedi, yana bitta muhim narsalardan biri dengiz hayotiga oid deb aytdi, to'g'rimi? Keyin o'sha coral yasalgan ekan nimadan? Hayvonlarni birga yashashidan koloniyalarda, to'g'rimi? Keyin they create beautiful reefs. Keyin ular birlashib reef hosil qilar ekan, qaysi provide a home for many other creatures. Boshqa hayvonlar uchun uy ta'minlab berar ekan ular. Sadly these reefs deb qo'ysa bo'laveradi shu yerga. Okay? 5 ta javobi reefs bo'ladi. Reefs. Biz ham rosa tortishganmiz bolalar bilan. Reefs bo'ladi javob desak, yo'q oceans bo'ladi deyishgan. Lekin javob reefs bo'lib chiqqan. Nimaga reefs bo'ladi? Keyin shuning uchun qarang, nimaga reefs bo'lganini isbotlab beraman. Shu yerda birinchi aytdimmi, coral muhim dedimmi? O'sha coralda hayvonlar hosil qilar ekan uni, keyin boshqalar uchun uy qilar ekan. Uyning nomi nima ekan? Reefs ekan. To'g'rimi? Hayvonlar uchun ham uy bo'lib berar ekan. Agarda reef xavf ostida bo'lsa, reefs xavf ostida bo'lsa, birinchi coral yo'qoladi, keyin baliq ham yo'qolib ketadi orqasidan. Okay? Reefs bo'lmasa coral bo'lmaydi, coral bo'lmasa reef nima? Reefs bo'lmasa nima? Hayvonlar koloniyada yashamaydi. To'g'rimi? Hayvonlar koloniyada yashamasa coral bo'lmaydi. Okay? Marjon bo'lmaydi. Shuning uchun ham bu yerga katta ehtimol bilan reefs javob bo'ladi. Chunki oceans javob sifatida hech kim olmagan. Oceans xato javob bo'lib chiqqan. Olganlar ham bo'lgan lekin reefs to'g'ri javob bo'lgan bu yerda. 5 javob reefs. Agarda reeflar xavf ostida qolsa, boshqa hayvonlar uchun ham uy bo'lmaydi. Keyin koloniyada yashovchi hayvonlar ham coralda hosil qila olmaydi. Coral ham javob bo'lmaydi, colonies ham javob bo'lmaydi. Okay? Eng to'g'ri javob reefs bo'ladi bu yerga. Nimaligini tushuntirdim. Reef bo'lmasa hayvonlar koloniyada yashamaydi. Hayvonlar koloniyada yashamasa coral bo'lmaydi. Bo'ldi. 6-si. In conclusion, xulosa qiladigan bo'lsak, there is so much to learn about marine creatures. Masalan, o'sha dengiz hayotini o'rganishimiz uchun juda ham yetarlicha ma'lumotlar mavjud. By respecting and protecting
these something, we can ensure that they continue to succeed and attract us for generations to come. Ular aytyapti, agarda biz ularni himoya qiladigan bo'lsak, ular bizga o'zini jalb etishga davom ettiradi deb aytib o'tyapti. Okay? Endi bu ikki katta ehtimol bilan this bo'lyapti, determine. Keyin bundan keyin plural noun olishim kerak. Keyin shu yerga ham oceans javob bo'lmaydi. Oceans chunki biz ularni himoya qilsak deyapmiz. Okeanni himoya qilmaysiz-ku. To'g'rimi? Okeanlar himoya qilmaysiz. Okeanda yashovchi hayvonlarni himoya qilasiz. Okay? Shuning uchun ham bu yerda javob nima bo'ladi? Mana, creatures. Creatures is the correct response. Yeah. Oltin javobi creatures bo'lyapti. Creatures. So, ko'rdinglar, shunaqa ishlaniladi reading part 1. Qiyin emas, oson. Bemalol javoblarni topsak bo'ladi bu yerda. Ko'rdinglar, bitta javob pastdan chiqqani yo'q, hammasini tepadan topdik. Real exam formatdiki bu. Hamma javob tepadan chiqdi, bitta pastdan ham topganim yo'q. Masalan, oltin javobini ham o'zidan oldin topdim. Mana bu yerda creatures. Shu oltin javob bo'ldi. 5 javob ham o'zidan oldin chiqdi. 4, 3, 2, 1 va hokazo. Okay? Shunaqa. Doim tepadan chiqadi haqiqiy real examda. U xavotir olib pastdan qidirmaymiz. Okay? Shunaqa oson tekst ekan. Marine fish, different coral reefs, creatures bo'ldi. So far so good. So far so good. Darsga tushundikmi? Okay. Dars recordingini tashlab beraman. Yo'q, pronoun javob bo'lmaydi, tepada aytdim-ku. YouTube'da linkini tashlab qo'yaman, o'sha yerda kerakli mavzularni ko'rib olsanglar bo'laveradi. Okay?